Meksikaning Guadalajara shahrida professional boks oqshomi tashkil etildi. Ushbu turnir doirasida hamyurtimiz Murodjon Ahmadaliyev Luis Castilloga qarshi ringga ko'tarildi. 10 raundga mo'ljallangan jang 8-raundda o'z yakuniga yetdi. Murodjon Ahmadaliyevning ketma-ket kuchli zarbalaridan so'ng raqib faol qarshilik ko'rsata olmadi va hakam jangni to'xtatib, texnik nokaut qayd etdi. Ta'kidlash lozim, Ahmadaliyev jang mobaynida raqibini bir necha bor knockdown holatiga ham tushirib qo'ydi. Endi vakilimiz navbatdagi jangini sentyabr oyida yaponiyalik mutlaq jahon chempioni Naoya Inouyega qarshi o'tkazadi. Shuningdek, AQShning Las Vegas shahrida tashkil etilgan professional boks oqshomida yana bir hamyurtimiz Bektemir Meliqo'ziyev ham ringga ko'tarildi. Unga amerikalik Darius Fulkham raqiblik qildi. 12 raundga mo'ljallangan jang to'liq davom etdi va unda Bektemir hakamlarning bir ovozdan bergan 114-112 hisobidagi ochkolar evaziga g'alaba qozondi. Qayd etish joiz, 7-raundda Bektemirdan ochko olib tashlandi. 12-raundda esa hamyurtimiz raqibini knockdown holatiga tushirib qo'ydi.